Assalomu alaykum Xolid opa, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Opajon, sizga shunaqa xushxabar bilan ovozli xabar yozyapman. Quvonchim ichimga sig'may ketyapti. To'g'risini aytaman, umuman dietologlarga, dietologiya sohasiga ishonmasdim. Hech hammasi pul uchun marafonlar kim nimalar o'tkazadi deb yotgandim. Shunchaki qiziqishga marafonimizga qo'shilib ko'rgan edim. Tim bo'ri emizikli edim. Ossa bo'ladimi, yo'qmi, noto'g'ri nima deydi, ovqatlanishdan deb qo'shildim hozirgi 33 minglik marafoningizga. Opajon, shunaqa xursandman, xursandchiligimni chegarasi yo'q. Beshmahal ovqatlanib yotibman, tinmay yeyapman. Avvalam yerdim. Prosta nima desam ekan? Nima? Vaqtida to'g'ri bir nimani olib, rezultat bilan yesangiz agar вообще udar bo'lar ekan, og'zim ochilib qoldi. 4 oylik emizikliman. Hozirda nima desam ekan? Taroziga chiqmanglar, har 5-7 kunda taroziga chiqinglar deb aytgandingiz. Qiziqdim, semizligim 90 kilomanda. Qiziqdim, semizligimdan ozgina ketyaptimi, yo'qmi deb yashirincha tarozilarga chiqib ko'rsam agar bir haftada уже 1,5-2 kilo vес tashlayapman. To'g'ri ovqatlarim olsa bo'lar ekan. Qoyil, kulgim kelyapti bir tarafdan, ichimdan juda